Yani o'tgan ay 14'inde implantatsiya o'tkazdik. Başlayına bir ay o'tdi. Bir ay davomida navda diskomfort bo'ldimi? Ağrık yok. Qurichish. Ağrık yok. Ağrık umuman yok. Söndüm. Hammasi zo'r chiqdi. Korkmang kelaversalar bo'ladi, xudo xolasa. Sizni YouTube'dan ko'rib keldim. Ko'nglimdan o'tirdim sizni. Shu doktorim aytdim, davolasa zo'r bo'lar edi deb o'tirdim. Ina Birimini karonkana mana qo'ydik. Bir diskomfort bormi hozir gaplashishingizda, tabassumingizda boshqa? yo'q. Hammasi shu o'zingizning teshingizda. Deyarli menimcha 6 soat ishimdan, 7 soat ishimdan hammasi implantdan qutuldik. Bu endi siz o'zingizni tayyorlaganingizga, psixologik tayyorlaganingizga bog'liq yaxshi o'tirib berdingiz. Xudo shukr natijasi ham yaxshi bo'ldi. Bundan keyingi natijasi ham sizni quvontiradigan darajada, sizga ko'proq xizmat etib beradigan darajada bo'ladi deb umid etamiz. Shuna harakat Xudo qilamiz. xolasa. Yaxshi. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat Salomat bo'ling. bo'ling.